Men shak-shuka qilib pishirib boraman. Iltimos pishirib borgan narsalaringiz bir xil bo'lib qolmasin deb. O'rtog'im yozibdi. O'zi arab, bugun soat 8:30 ga birga nonushta qilaylik deb chaqirgandi. Keyin men aytdim, "Sen arab bo'lsang, men o'zbek bo'lsam, o'ylamaysan biz ovqatlarimiz bir xil bo'ladi" deb. To'g'ri, guruchni deyarli bir xil yeymiz, lekin sizlar bizdan ko'ra ko'proq guruch yeysizlar. Lekin sizlar menimcha arablar o'zbeklarchalik go'sht ko'p yemasanglar kerak deb aytdim. O'zim ham somsa qilib olyapman. Somsa qilib olganman. Bu oshqovali somsa. Oshqovali somsa yeganmisan desam, "Yo'q" deydi. Hech qachon yemaganman. U hayratda. "Mana endi yeb ko'rasan" dedimda, xarifuga qarshi kartoshkali somsa ham qilib oldim. Nimaga go'sht yemas aytganda, "Bunaqa go'sht ko'p yeyishmaydi." O'tgan safar Napoleonli, Napoleon qilib olganimda o'ziga kremli tortlar olib kelishganda Napoleon tugab ketdi. Shunaqa yoqdi. Hech Napoleon yeb ko'rishmagan ekan. Qisqasi, hamma xalq o'ziga yarasha taomlari har xil, urf-odat har xil. Lekin eng asosiysi bu videodan yubormoqchi bo'lgan informatsiyam til o'rganing. Agar o'zingiz hali yoshingiz katta bo'lgan bo'lsa ham, taslim bo'lmang, harakat qiling, til o'rganing yoki farzandlaringizga til o'rgating. Sababi qaysi xalqqa o'zini tilida gapirsangiz, shunchalik hurmatingiz ham boshqacha bo'ladi, shunchalik nima deydi, o'zi hayotingiz ham rang-barang bo'ladi.